Yamutul hasad va yabqal hasad. Hasadgo'y kuykanlar hammasi o'lib ketadi. Lekin hasad degan illat qoladi. Hasadgo'y yonadiganlar o'lib ketaverasan. Chetda bo'lsang san o'sha, san katta bo'lsang sizda bo'lmaydi unaqalar. Sandan oldingi hasadgo'ylar ham o'lib yo'g'ib ketgansan, sen ham o'lib yo'g'ib ketasan. Lekin ovora bo'lma, shunaqalar hech nimaga erisha olmaysan. Hasadgo'ylar, hasad qilib birovni ko'ylab, ko'ralmasa u nimaga unaqa, bu nimaga unaqa. Allohni berishi. Yo o'qigan, yo hunar qilgan, ustida ishlagan, intilgan, so'kish eshitgan, kalta yegan ustozidan. Maktabda zo'r o'qigan, zo'r yashaydi. Nimaga uni olgan mashinasiga kuyasan? Nimaga uni qurgan ofisiga kuyasan? Nima uni sharoitiga kuyasan? Kuyib nimaga erishasan? Qani shuncha yil, 30 yil, 40 yil, 50 yil, 70 ga kirganmiz, 70 yildan beri hasad qilasan. Nimaga erishding? Erisha olmaysan hech nimaga. Chunki hasadgo'ydan barakot eshigi to'siladi. Barakot bo'lmaydi unda. Xor bo'ladi uni odam. Qachon bilasanmi senga hasad qilmaydi? Qachonki ko'zing ko'rsa, quloqing eshitsa, qo'l oyog'ing ishlasa shunga hasad qilmasligi mumkin. Qolgan nimaga erisang hasad qiladi deyapti-da. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom bizga nasihat qilayotganlarki, "Ey, mana dunyo ishida, o'zingdan yuqoriga qarama" deganlar. Aka, tikoyingiz bormi, jentirasi borga, voshim qaramang. Havas ham qilmang, onasini emsin o'sha havas ham. O'sha havas ham biz o'shanga intilishga harakat qiladi. Pastga qara deganlar, pastga. Mashinasi yo'qqa qarang, aka, tikoyingiz rolini o'pas. O'pas. Alhamdulillah, mana shu qorda, yomg'irda mashinada yuribman deysiz. Yo noto'g'ri? To'ppa-to'g'ri. Biz bugun uyi zo'rga qarayapti, mashinasi zo'rga qarayapti. Shu dardi shunga intilib, shunga harakat qilib, shunga yonib, umrini shu bilan yeb yotibdi. Xudo beribdi, minibdi o'rtag'iz. Nima qilasiz u bilan teng bo'l? $3000 olib mashina purishaytib beryapti. Men bugun qora jentra olmasam bo'lmaydi. Oshga minib bormasam bo'lmaydi. Nima shu darajada pajar jon uka desa, o'rtog'im qora jentra olgan. Men ham bugun shunda borishim kerak. $3000 pul. Uka $3000 ga zo'r tiko beradi. O'shani minib boraver. Deydigan odamning o'zi yo'q. Uni oladimi? Mashina purish nasiyaga 7 oyga 4000 ni qoqadimi qo'shib? $15000 ni $19000 ga beradimi? Keyin yuraveradilar keyin. Mana hozir yoshlar shuna bo'lyapti. O'lsam o'lamanki, iPhone 14 ishlatmasam bo'lmaydi deydi. Nima qilasiz? Yo'q, bu shuni olmasam bo'lmaydi. O'rtog'i olgan, yo shu obro' uni nazdida. Cho'ntay teshik, pulni qo'ying, teshik cho'ntay o'zasi. Olib tachiligi uchun hatto tasbih ushlasangiz harom bo'ladi. Tasbehdagi olib tachiligi uchun ushlasangiz harom bo'lgandan keyin telefon olib tachiligi uchun bo'lsa, mana soat qurg'ur olib tachiligi uchun bo'lsa, yo atir olib tachiligi uchun bo'lsa, yo mashina olib tachiligi uchun bo'lsa, unda nima bo'ladi holimiz? iPhone 14 biz 16 ol, kerak bo'lsa ol. Ishing internetda bo'lsa ol, muhtoj bo'lsang ol. Pajazz, undan zo'rini ol. Hasadgo'y odam doim qizarib, bo'zarib, kasal holatda yuradi. Nimaga? Chunki u napirjonni yuradi, doim ichida o't yuradi uning ichida. Doim yonib yuradi. Qo'shnini mashinasiga, bu qo'shnini ishiga, bu qo'shnini biznesiga, bu qo'shnini to'yiga u yonadi u. Shuning uchun doim qizarib, bo'zarib, kasalvand bo'lib yuradigan hasadgo'ylar. Hasadgo'yni zarari faqat o'ziga bo'ladi debdilar. Sizga kuyayotgan odamga bitta zo'r azob bor ekan, aytaymi shuni? Bepul aytib beraman, hozir qarab turinglar. Men ham kecha jumaga tayyorgarlik ko'ryapti, shuni o'qib aytdim-da. Inshaalloh endi doim shuna qilaman. Ezilib o'lib ketsin demaymiz u. Battar olsin deymiz-da. Senga hasad qilayotgan odamga azob bergin kelyaptimi? Ha, unga yaxshilik qil degan ekanlar. Shuni zapravkada ko'rib qoldiz-a, polni bak ochib yuboring deb turib, shuni ochib, oshna men to'lab qo'ydim, shuni ketavering. To'xtab, assalomu alaykum, to'xtab ko'rishib tushing. To'xtab. Men oldin shuni qilardim-ku, endi yana ham qilyapman.
To'xta, assalomu alaykum. Bilasiz uni kuyganligini, sizga kuyyotgan. Oshna yaxshimi, sizga aka yaxshimi, tuzimisiz deb o'tib ketding. Unga yaxshilik qilavergan, o'zi azobi o'sha o'zi degan ekan. Uni urushib, bu joyga kelgan mayitdaman, Telegramda yozishim bas. Unga yaxshilik qilib yurgan eng katta azob shu bo'ladi unga degan ekan. To'yga katta to'yana qilib boring, atoy. Hasad debdilar. Hasadgo'ylarni shu darajada yeydiki, zang temirni yegandek yeydi degan ekan. Mabodo mana shu internetda yo keyin eshitadigan, primoyda eshitayotgan yo ichimizda hasadgo'ylar bo'lsa, zang tushgan temirsan oshna. Chiriysan. O'zingni o'zing yeysan oshna. Yeb tugatasan o'zingni o'zing. Shuning uchun hasadni yo'qotaylik. Hasad bir-birimizni o'ldirishgacha olib boradi, u tepada aytdim. Hasadga o'ldirishgacha olib boradi. Shu darajada yomon narsa. Muoviya aytgan ekanlar. Dunyoda hammani rozi qilish mumkin, lekin hasadgo'yni rozi qila olmaysan, ovoroma degan ekan. Hasadgo'yni rozi qila olmaysan. Zo'r dasturxon solingda, недовольный o'tiradi, qilatda bu deydi. Qimenta недовольный o'tiradi, bu jimotda bu deydi. Yo'l topolmaysan unga. Lekin aytgan ekanlar, qachon rozi bo'ladi bilasanmi degan ekanlar. San degan narsa ketsa keyin rozi bo'ladi degan. Bu degani mashinangiz avariya bo'lib, yo qarzga tushganligimiz uchun sotib olsak, Xudoga shukr deydi. Bugun maza qilib uxlayman deydi. Umraga ketyapti ekan desa yonadimi? Samolyot uchmay qolibdi tumanligi uchun desa, deydi. Ketmabdimi deydi. Ha desa, Xudoga shukr deydi. Hasadga shunday yomon odam. Chunki umri ham ko'payib qoldi, to'g'rimi? Boringlar maza qilib. Dunyo ishiga hasad qilmagan. Nimaga desa, chunki Alloh berdim, nima qilasan Allohning fazliga kuyib deydi. Qo'y hasad qilmagan deyaptilar. Ibn Sirin aytayaptilar bu gap. Hasan al-Basri aytgan ekanlar. Hasadgo'ydan ko'ra o'ziga zulm qiladigan odamni ko'rmadim degan ekanlar. Eng o'ziga zolim hasadgo'y degan ekanlar. Nimaga desa, u doim qiynalib yuradi, doim xafa yuradi, doim g'amgin yuradi. Bundan ko'ra o'ziga zolim bormi degan ekan. Hech nima qilmagansiz, arpasini xom urmagansiz, qalaysiz qog'ini solib. Nimaga? Sizning narsani ko'ra olmayapti u. Siz issiqda o'tirsangiz u yonadi u. Sen ham o'tir issiqda. Sigaret chekmasdan ko'mir ol, sharoitingni qil. Beshi to'y qilmasdan zo'r pechka ol, qil sharoiting. Allohdan so'ra, taqvo qil. Bugungi birovni yutug'ini ko'rib bugun yonyapmiz. Bu yutuqqa erishgungacha qancha qiynaldi. Bugun zo'r hunar qilib bu yutuqqa erishsa bugunni ko'rib kuyadi. Bu 20 yil qora ishchi bo'lib yurib bugun usta bo'lib yutuqqa erishdi. Yo 4 ta 5 ta joyda o'qib qiynalib bugun yutuqqa erishib falon joyda ishlayapti. Nimaga kuyamiz? Nimaga qandingni ur, yigit demaymizmi? Bu bugungi yutuqqa erishgungacha qancha qiynalgan? Qancha harakat qilgan? O'sha harakatni siz yo men qilmabmiz, o'sha yutuqqa erisha olmabmiz. Alloh mehnat qilganni mehnatini habata qilmayman degan. Mehnat qildi, o'qidi, harakat qildi, intildi. U xonada o'tiradi, men kutaman. Siz o'tirasiz, men kutaman. Nimaga? Siz mutaxassissiz. Men o'qidimmi, siz kutasiz kerak bo'lsa. Tan olish kerak. Tan olishlik botirlik bu. Qachongacha tan olmaymiz? Hasad hayotdan norozi insonlarning sifatidir. Uni tashashlik ahli karam, ya'ni yaxshi insonlarning sifatidir. Har bir o'tni o'chirsa bo'ladi, lekin hasad o'ti o'chmaydi degan ekanlar. Buni Abu Hotam degan zot aytgan ekanlar. Aqlli inson hasaddan o'zini saqlaydi. Nimaga? Chunki aqlli inson hasadni befoyda ekanligini, hasadni oqibati yomon ekanligini, hasadgo'y inson bu dunyoda, u dunyoda azobda yashashligini aqlli inson biladi.
Va natijada aqlli insonlar hech qachon hasad qilmaydilar. Bu degani aqlli va aqlsiz insonlarning farqini shunda ham bilsa bo'lar ekan. Abdullahi Samarqandiy aytgan ekanlar, hasadgo'ga shunaqangi uqubatlar bor. Bu uqubatlardan bittasi hasadgo'y odamga shunaqangi g'am berib qo'yiladi Alloh taolo tomonidan. Bu g'amdan chiqib ketolmaydi. Ikkinchisini aytgan ekanlar, shunaqangi musibatlar keladi u odamga, shunaqangi qiynalib yashaydi, unga ajr berilmaydi. Chunki musibatda ajri bor, bilasizlar? Astagfirullah va bashiri sobirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Musibat berilganda biz Allohnikibiz, Allohning mulkibiz va Allohning huzuriga boramiz deb shu kalimani aytib, shu musibat Allohdan ekanligini tan olganlarga Alloh payg'ambarimizga aytayaptiki, xursandchilik xabarni ayting bularga deyapti. Bu degani hasadgo'y odamga shu mukofot berilmaydi. Keyingisi shu darajada xorlanib yashaydiki, hech qachon hasadgo'y odam maqtalmaydi, na bu dunyoda, na u dunyoda. Bu dunyoda Alloh xorlaydi uni. Bu dunyoda hasadgo'yda hasadini bilgan odam borki, uni yomonlaydi. Bu ko'ralmas bu yiring bu deydi. Ba'zi birlar ichi balchiq deydi, ichi qora deydi. Endi nima nom bersa-da endi. Hasad shunaqangi narsa ekan. Keyingisi hasadgo'y odamga Allohning g'azabi bo'ladi. Keyingisi hasadgo'y odamga tavfiq eshigi bekitib qo'yiladi Xudo taolo tomonidan. Tavfiq, to'g'ri yo'lda yurish, yaxshi inson bo'lish, yaxshi yo'llarda yurish eshigi u uchun bekitib qo'yiladi. Nimaga? Chunki u hasadgo'y bo'lganligi uchun. Hattob ibn Namirus Sa'di degan zot aytgan ekanlar. Men hasadgo'ylarni jinnilar deyman degan ekanlar. Nimaga esa? Chunki u shu darajada jinni odamki, yaxshilikka ham, yomonlikka ham hasad qilaveradi u degan ekanlar. Bu nimaga? Bu degani gunoh ishga, masalan, qimorda zo'r yutib qo'ysa ham hasad qilaveradi qimorga. Hasadgo'y odam. Aroq sotib boyib zo'r mashina minsa ham o'shanga hasad qiladi. Bu aroq sotdi, haromdan topdi-ku bu demaydi bu. Bitta fohishalik qilib zo'r mashina minib yursa o'shani ham hasad qilaveradi u. Chunki u jinni-da u. Mani gapim emas, mana hozir arabiy matn tashlab beraman men. Al-hasidu majnunun. Hasadgo'y jinnidir. Li'annahu yahsudul hasana wal qabiha. Yaxshilikka ham yomonlikka hasad qilaver. Mana gapim emas mana. Hasadgo'y jinni odam ekan. Xo'p. Vaqtimiz ham bo'lib qopti. Hasad haqida o'zi gap ko'p. Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisalomdan aytgan ekanlar. Hasad qilib bo'lmaydi. Ikkita narsaga hasad qilsa bo'ladi. Bittasi, bir insonga Qur'on berilgan, u kechasi kunduzi uni qoyim qiladi. Qoyim qiladi deganda faqat o'qish emas. Qur'on o'qiydiganlar bilib olinglar. Qur'oniga amal qilsa uni qoyim deydi. Qur'oniga amal qilsa, shunga hasad qilsa bo'lar ekan. Nimaga desa, nimaga men shunaqa basman deb. Keyingisi Alloh unga bir mol dunyo berdi. Uni kechasi kunduzi faqat yaxshiliklarga infoq qiladigan odamga ham hasad qilsa bo'lar ekan. Nimaga men shunaqa basman deb shu ikkita ishga hasad qilsa bo'lar ekan. Qolganiga hasad qilib bo'lmasa ekan. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim doim bir-birimizni yaxshi ko'radigan, yuzaki emas, qalbdan yaxshi ko'radigan, bir-birimizni ko'rganda Allohni eslatadigan, bir-birimizni yo'lligimizda Allohga bir-birimiz haqqimizda duo qiladigan ilohim do'stlardan bo'laylik. Mabodo ichimizda hasadgo'y akalar, ukalar bo'lsa, qalblaringga Alloh shifo bersin. Hozirgi suhbatdan chiroyli xulosa qiling. Shuni ham hasad qilsangiz, buni ham to'g'ri qabul qilmaysiz. Mana tepalikka imom nimaga chiqadi bilasizmi? Sizlarga ko'rinish uchun chiqadi xolos. Agar yo'q shu narsa zarur bo'lmaganda, hozir sizlar bilan to'shakda o'tirib mav'iza qilib berardim men. Menga chiqqanda o'zim doim o'ylayman-da, hali belki chiqishingning javobi bor deyman. Shu yerda haqqini ado qilinmagan kunim Alloh meni shu joydan ishdan ol deyman men. Sizlar ham shunday duo qilinglar. Menga mehribonlik qilgan bo'lasizlar. Haqqini ado qilinmagan kunim nimadir sabab bo'lsa Alloh meni
imomchilikni olib tashlasin, ketay imomchilikni. Chunki imomchilikda haqqini ado qilolmagan odamni imomchiligi do'zaxga olib kirib ketadi. Men do'zaxdan qo'rqaman. Chunki shunday duo qilinglar sizlar ham. Bu yomon, meni yomon ko'rganlikni duosi, meni yaxshi ko'rganligingiz duosi bo'ladi. Ey Alloh, shu kunda hozir shu shukrlar domla shu yerda imomimizmi? Ha, imomimiz. Agar shu mehrobda minbarani mehrob shuni ado qilolmayotgan bo'lsa, ey Alloh, shu kuni hozir mana shu asrga yetib bormay menga buyruq chiqsin, ishdan bo'shab ketay ilohim. Lekin haqqini ado qilaylik. Ilohim haqqini ado qilaylik. Hammamizni tavfiqda, ibodatda, hidoyatda Alloh o'zi bardavom qilsin. Bilgan ilmlarimizga Alloh hammamizni amal qilishimizni o'zi nasib qilsin. Qalbimizdagi illat kasalliklarga Alloh shifo bersin. Kibrdan, hiqddan, adovatdan, hasaddan Allohim o'zing saqlagin, musulmonlarni yaxshi ko'radigan bandalaringdan qilgin ilohim. Hayotimizni o'zingning roziligingga muvofiq holatda shakllantirishimizga Allohim bizlarga kuch-quvvat bergin. Yurtimizni, vatanimizni tinch qilgin, osuda qilgin. Shu sovuq kunlarda isitishga qiynalayotgan, ust-boshga qiynalayotganlarga Allohim dunyo bergin, ishlarga barakot bergin. Shu duoda aytib qo'yay aytmoqchi, mabodo qarindoshimizda, mahallamizda yo ust-boshi yo'qligi uchun yo uyda yoqilg'isi yo'qligi uchun qiynalayotgan odam bo'lsa, biz musulmon bo'lmaymiz akalar. Qilinglar, qilaylik shuni. Shu gapimga amal qilaydim. Mana 3 kun bo'ldi. Qishga ust-boshga qiynalganga ust-bosh berishni boshladim. Shogirdlarim bilan birgalikda. Men sizlarga va amma bi ni'mati robbika fahaddis, meni ne'matimni gapir degan. Men sizlarga ibrat shuni gapiryapman. Qilinglar akalar. 2 tonna ko'miringiz bormi? Ichingizda 300 kilosini bering, uyini yoqolmaydi. Yordam bering aka. Musulmon bo'lmaymiz. Bizni hojakanligimiz, domlaligimiz, namozxonligimiz qiyomatda ish bermay qoladi. Agar qo'shnimiz, o'rtog'imiz kimdir, mana hozir tasavvur qiling, shu sovuqda uyida qarzi borligi uchun svetini o'lolmayotgan odam bo'lsa, tasavvur qiling, uni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'ring. Yoqilg'isi yo'q odam bo'lsa, uni o'rniga qo'yib ko'ring. Bu duolar ijobat bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ijobat bo'lmaydi. Shuning uchun yordam beringlar, maksimal darajada yordam beringlar. Bu 2 oy 3 oy o'tadi ketadi inshaalloh. Qilganimiz qoladi. Bering 10 barobar qaytadi. Bu degani 500 kilo ko'mir bersangiz, Alloh sizga boshqa yoqdan 5 tonna ko'mirni pulni berib qo'yadi. Aniq bu. Alloh Qur'onda aytganmi? Qur'onga aniq ishonmagan odam iymonli hisoblanmaydi. %100 aniq qiling beradi. Boshqa yoqdan beradi. Ham ajr beradi, ham jannat beradi. Yana qanday mehribon Robb bor boshqa. Shuning uchun bu Robbimizdan boshqa Robb yo'q deymiz biz. Iymonda shunday aytiladi. Alloh hammamizni sahiylardan qilsin. Qolgan musulmonlarni g'amini yeydigan musulmonlardan bo'laylik ilohim. Faqat o'zini o'ylaydigan xudbi musulmon bo'lmaylik ilohim. Allohumma solli va sallim va barik ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in ya arhamar rohim.